Xohlasa masjidga keldik, kir mashinalari buzilgan ekan, hozir ko'ramiz. Mana mana shu ikkita kir mashinaga chaqirildi. Xudo xohlasa bu kir mashinalarni aybini ko'ramiz. Kir mashinamizni olib keldik. Ana xudo xohlasa hozir ochamiz, ikkitasining pachimligini alishtiramiz, chiska barabarini beramiz, indan asosini alishtirib beramiz. Kimda shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqing. Birinchi Hoffmandan boshladik yechishni. Mana ichki holatlari. Chiskamiz bepul. Kariskop bilasan. Mana chiskamiz xoli, xudo xolasa, endi pachimlik qoqishlarga o'tamiz. Tugla yig'ib, ishlatgan vaqtda qo'yib beramiz. Mana ikkinchisini ochib oldik, uni yig'ishni boshladim. Unisini pachimligini ochishni boshladik. Mana ichki qismi barabarni ochib oldik. Mana shu narsa hid keltiradi. O'zi birinchi pul olish kerak emas, oldin bo'lardi menimcha. Ikki tomon chiskalarni bepul. Mana chiskalarimiz bo'ldi. Bu chiskalarimiz bizga absolyutni bepul. Kirmoshlarimiz tayyor уже. Keyin ketkazamiz.